Her tüvenin öz gazete, bizleki avaluta. Şuna göre her bir yurtta okuyanlar yaşı kortu. Bizning redaksiya ishchanligi to'g'rida shi'ir yozuvchilar yo'q edi. Muslim gimnaziyasi o'quvchilari kelu bilan o'qituvchilari ijod etgan shi'rlarni siyladi. Ondan o'quvchilar gazeta chiqaruv protsessi bilan tanishdi, redaksiya xizmatkorlari bilan aralashdi, gazetani verst qiluv prosessini ko'radi. Biz bugun do'stlar bilan redaksiyaga ketdik. Men ilk o'yladim, redaksiya ikkinchi zdaniyada turar edi. Men anda gazetni berganlar, men so'radim, bu gazet yaş qarayış olib kelganlarmi? Ular aytdilar, yo'q kelgan. Men endi Aybilara biraz keladi, tapar birinchi kvartaldan o'qiganlar. Rayonimizda chiqib keluvchi avlodlar gazetasin her kim bilirga tiyish, kishi yoshdan yo'q. Ana har bir yurtda oldiriga tiyishlar deb o'ylayman, chunki rayon gazetasida rayonimizning yangilıklari bek yaxshi chog'ilib bora. Bolalar Müslim radiosi ishchanligi Müslim televideniyesi topshiriqlarini әзерләү tartibi bilan da tanishdi. Televideniya ishchanligi bolalarda zo'r qiziqishni uyatdi. Begrakda yigitlar texnikaga mukobbin ketdi. Operator bizni sirib oldilar. Maktablar bilan xizmatdashlik davomli bo'lsin. Bolalar orasida kelajakda jurnalist hunarini saylovchilar da bo'lar deb ishonamiz. Aramila Salomova, Dinar Nuriddinov, Müslim televideniyesi.